Muattarxonning o'g'li Abdusamatni hovlisiga ko'chirib kelib, bolalari bilan darqamda o'ltirish umidi zo'r edi. Lekin dimig'ining ustunligi, bo'ynining qattiqligi bola oldida egilishga qo'ymaydi. Mana qara, av Ne'mat Jo'rinmo soyisini ko'rsatmasli bo'lib ketdi. 2 yil oldida u erim davarmamsiz deb chaqchaq qilganda, Muattarxon bundoq gapni qilsalar bu so'g'amga dastimisizlar degan edi. Shuningdan tartib Ne'mat Jo'rinning kelishi shalonglab ketdi. Kelgan taqdirdami uyga kirmay taladila, "Hay Muattarxon, bormisiz? Teningiz sog', obdan turgansiz" deb hol so'rabli ketib qoladi. Yoki aholi komitetida yig'in bor, qatnashib berarsiz, deydi xolos. Uning qo'pol bo'lsa-mu, hazil chaqchaqlarini qo'ymi seg'indi kishi. Aslida bu so'g'amga dasimizlar degan gapni ayol kishining nozi deb tushunsa bo'lmamdi. Ko'nlarning yarimning tillig'ini chillig'ini degan gapni o'xshaydi. Muattarxon Ne'mat Jo'ringa g'oyibona, lekin tatliqini domsiyib zarda qilib oldi. Shundaqdimi Abdusamatni akkilib olish ishida yanala shuningga tevinmasa bo'lmaydi. Ne'mat Jo'rinla o'g'liga gapini yegizalaydi. Mayli u achchiqlansin, chaqchaq qilsin yoki tanbih bersin, Abdusamat uning gapini yirolmaydi. Balki avliyodek ko'radi. U davomliq Ne'mat Jo'rin bo'lmasa bugungi kunimiz mushu qo'ro'jay oshxonalarimiz bo'lmaydi deb onasiga maqtab bergan edi. Muattarxon kuzlik yelin paltosini kiyib, cho'chliq bo'rtma ro'molini artib, Ne'mat Jo'rinning eshik oldiga keldi. Xudoya tova, ne ishdi? U darvoza halqisiga qo'l uzatganda yuragi birdilla selib, nafsi bo'g'ilgandek bo'ldi. Yoshligidagi go'zallikdagi o'shmagan ruxsari o't elib, qizarganligi o'ziga ma'lum bo'ldi. Xudiksinib atrofiga qardi-da halqini sharaqlatdi. Uzun o'tmay ho'yladin. "Ha, mana!" degan ovozdan keyin darvoza ochildi. "Pahoy, Muattarxon bu. Nemandoq darvoza oldi yurib ketdik endi-san. Mahallimizning shamsh qamari bo'sug'imizni qo'nib tikan emasmi? Qani kim?" Muattarxon tol bo'stonlik peshayvon, lapasri hayvatlik cho'ng qo'rug'iga qadam oldi. U Ne'mat Jo'rinning yo'l boshlashi bilan mehmon saroyga kirib, nega o'tirishini bilolmay tengirqab qoldi. Taxtayliq pulg'i to'ldirib gilamlar selingan bo'lib, o'tirdiki uzun tomoq shirasining atrofiga yeshil movutliq divanlar qo'yilgan edi. Bu divanlar amdir o'zlashiyotg'achqa ko'p oilalarda yo'q edi. "Qani Muattarxon, to'rga, aziz mehmon degan to'rning zinnati." Ne'mat uy o'tirsidagi 3 qirliq to'r pardalar tortilgan divonni ishora qildi. Muattarxon oyog'ini silvitib divanga cho'kdi-da, ro'molni bo'yniga tushirdi. "Ne'mat Jo'rin, darvozadan kirib bo'lguncha kun bilan oyga o'xshatdilar." Bu sifatlashlardan jini suyunib ketgan Muattarxon qasdan takrorladi. "Endi bo'lsa aziz mehmon da'vatadilar. Bu gaplar nerdan chiqyapti?" "Yurakdan Muattarxon, yurakdan. Yurakdan bo'lgandimi qat-qatlardan ha? Hey tangay, ishonmayman juma. Undaq odam iyun ayning qizil qo'ltiq paqisida yo'qolib ketmaydi." "Ha, balli, gapni o'zingiz tashdingiz. Endi men bir ranjiman." Ne'matning ovozidan ras aralashgan chaqchaq purqi kelib turadi. "Siz bilan rosa bir urushqim bor edi. Biroz sabr qiling. Sho'rpaga kasmichib tashlab, qo'rsaqni pomladim. Qandoq qilaman? Bo'ytaqchilik. Go'shtni suzib qo'ygan edim. G'achchida akirib ketib beqin." Ne'mat chiqib ketib, birligan go'sht ko'tarib kirdi-da, pichoqni to'g'rab, qo'rg'ularni parchaladi.
ham elim beqing qani o'zlarini deyishib mayliq so'ngaklarni shilib yeyishdi. Nig'mat choy damlashga erindimi, choydandan stakanlarga qaynoq suv quyib qo'ydi. Go'sh bir qur yeyilib qo'llarini surtgandan keyin Muattarxon "Nima uchun urushmoqchiding?" degandek Nig'matning chiroyiga qarab qo'ydi. "Yodingizda bormi?" gap boshladi Nig'mat. "1 yarim yil ilgari Anzarni ajrashtirib olganligingizni anglab, sizga mo'shundoqli bag'ringizda qattiq qilsangiz, bolalaringizdan ayrilib qolasiz demaganmidim. Mana Anzar beshini elib chiqib ketdi. Qachon qaytib kelish natoyin. Buni oz deb Abdusamat sizdan tondi. Endi men sabohatdan ansirab qelyapman." Muattarxonning beshi maydisiga egildi. Ras Anzarni ajrashtirgan chaqlarda Nig'mat Urumchida yig'indi edi. U qaytib kelgandan keyin bu ishni anglab xeyli chechilib qoldi. Bir muncha qoida nizam, nikoh qonunlarini tit bo'lgan qiyofatni tushundirdi. U zodi sizningcha hamma bolalaringizdan ayrilib, burningizga suv kirgandila odam bo'lasiz deb qo'yib, orqasiga qaramay chiqib ketdi. Shuningdan boshlab Nig'mat Jo'rinning oyog'i selikib, bu oiladan o'zini qochirib yurdi. "Sizning Anzar masalasida gap o'ynatib, qizning ishi yo'q ekan. Onasi ko'ch supirdi ekan, bak nomratgan, ma'rif to'mirchi, ko'p xotin olgan xotin boz deganlaringizning hammasi yolg'on. Sizdagi birdan bir xohish yurtvozlik. Men buni burundan tartib sezib kelyapman, lekin ko'nglingizni oyab gap qilmadim." Nig'matning so'zlaridan Muattarxon o'zini qayerga qo'yishini bilolmay qoldi. "Shunga men g'o'ljilik bo'lganligim uchun o'zimni chetga oldim. Minnatlik eshingdan qarnimning ichi yaxshi degan maqolni o'ylab qolsingizmi mayli. Men sizga shuncha yillardan beri Qashqalik demay, hammamiz bir Uyg'ur, bir yiqi tizilgan marjonlar deb yordam qo'limni so'zib keldim. Ajaba siz..." Muattarxon bu yo'llarga qizirib ketdi. Bo'lib Nig'matning "Men g'o'ljilik bo'lganligim uchun o'zimni chatga oldim" degan so'zi uni izza tartqizib, texmi beoram qoldi. Nig'matning shuncha ishlarni bilib turug'liq eg'izidan chiqarmay kelgini albatta Muattarxonning hurmatini qilganligi edi. "Sizni aholi komitetimizdagi xili ayollarga tan qilmayman." Muattarxonning bakmi o'sal holatda qolganligini sezgan Nig'mat uning o'rnini sal yuqori ko'tardi. "Oltinning o'rida misli oltindek farqiraydi. Oltinga yaqin yursang, chini yo'qidi degandek, Mahat apandim, bilimlik, ziyoli bo'lg'achqimi, sizmi xilala saviyilik ayol. Ammo bir askining ant qissosini deb hammani bir tayoqda haydisingiz, sizning mush salobatingizga to'g'ri kelama. Musulmonchilikdimi adolat tugichini yashgulik, tuggulik emas deydi-ku." Nig'mat Muattarxonni necha vaqtdan beri o'yga selib qo'ygan xayollarning ustidan shuvatadi. Demismi, u yurt, bu yurt deb tartgan zini, ko'ngil og'riqi ozmi? Bu xuddi har qanday bog'ning yal yemishlariga kesal tekkandek, hamma yurt xalqining ichida qurti, sesqi, zidisi barlari bo'ladi-da. "Men o'g'illarimdan ayrilgandan beri nayt ko'p o'yladim." Muattarxon o'kinish ichida osti so'zladi. "O'ylagan sari o'zimning qandoq to'liq yo'lga kirib qolganligimni bildim. Ayol kishining aqli qisqa, chechi uzun bo'ladi degan gaplarni qo'ymi to'g'ri deb tikan. Jo'rin, lekin bak kechikibdiman." "Qara Muattarxon," so'zini uladi Nig'mat. "Sizning bu yerga nima uchun kelganingiz menga ayon. Men Abdusamat bilan so'zlashdim. U bizmi cho'ng bo'lib qoldik, onamizning sesiq gaplarini anglab, bu qo'rida o'ltirg'im yo'q deb qat'iy rad qildi. Shunga men har oyda ijara to'lab, nima kapti? O'ylamda 6 eg'iz uy bor. Shuning 2 eg'izini sen o'ltir. Nayti birli ko'cha atlasa, onamni kela olaydi. Sen bu har kun yo'qlab tura olaysan.
Onun ustiga qish kunlari o'gza o'ylilarning qorlarini yolg'iz tozalab bo'lolmaydi ekanman dedim. O darhol qo'shildi. Rasma? Muattarxonning chiroyi villada echildi. Abdusamad Ne'matning qo'rosiga ko'chib kelsa, xiyli o'ngishliq bo'ladi. O'nlikrak varqirasi anglanadigan 2 qadam orliq tursa. Chin tutmasangiz ko'chib kelganda ko'rasiz. Ne'mat o'ng'aysiz holatda turgan Muattarxonning ko'nglini yasash bilan billa chekib beqishni o'yladi. Kim biladi, Abdusamad menga mush qo'rida o'tirib qolamdi dexe. Nemish qaramdi? İkimiz sizning o'yingizni obod qilmamdiq. Voy Xudoyim, Ne'mat jo'rin, nimandaq chaqchaqlarni qilib yuridilar. Muattarxonning yuzi lappida o't elib, butun teni jimirlab ketdi. Obod qiladigan odam o'zini qochirib yurmaydi. Bo'ldi, undaq bo'lsa, ko'di ko'rpamni ko'tirib, oqshomni qilib berib olay. Voy tova! Muattarxon birdilla yoshligiga qaytgandek yurak selib, o'zini deb berolmaydigan bir xil shirin tuyg'u badanlarini larsiga soldi. Men bunda qiyin bo'lib ketdilar jo'rin. Yuzlarining to'kilib ketishlaridan qo'rqmamdilar. Sadigan ketay Muattarxon, har ikkilimizning yuzimizni to'kadigan vaqt bo'lib qoldi. Qachongacha tanholikning dardini tortib, yolg'iz yegona, elim divonda yurmiz deyman. Bunchalar aldirib nima kepti? Muattarxon chiroyli ko'zlarini dariza tarafga og'dirdi. Oldirmasam sizni uchirib qo'ydigandek turman. Aljimislar to'la. Bir kuni aholi komiteti ishxonasiga pensiyaga chiqqan salobatlik bir kadr Ne'matni izlab kirdi. U og'zini tamshib, injiqlab bir chaqdili zuvoni echildi. Onun deyişçe Muattarxonni bir necha qatim o'stan bo'y oshxonasida ko'rib surishti qilganligi. Tunishganligini uqib, uning o'ylanish qaroriga kelganligini aytdi. Salobatlik kadr bu ayolning ishki ahvolini so'zlab berishini Ne'mat jo'rindan o'tindi. Necha yillardan beri Muattarxonga xom tamadi yurgan Ne'mat ikkilanmayla bu ishdan qo'l usila. U nihoyat azozi bisham ayol. O'g'illari bir-biridan o'tib ketgan lukchak. O'tganda siladak bir kadr elchi kirgizib ekan. Bolalar urib, og'zin qayoqda, burning mayoq qilib yetibdi. Debla uni qochirib etgan edi. Qara Muattarxon, qochirib etgan yomon bo'ptimi? O'tib basila. Jo'rin eshib-teshib pensiyaga chiqqan qirlarning ko'zi tushibdimi menga? Muattarxon Ne'matning mazmut gavdisiga va yorqin chiroyiga ko'z tashladi. Biroq u sizning bir yurtligingiz Qashqarlikkan emasmi? Qurib ketsin undaq notunish Qashqarlik. O'zim tonimagan, bilmagan, ham xuy mijozim tushunmagan odamlarni ko'ra ko'zim yo'q. Habballe Muattarxon, aslida siz aqlli, hushyor ayol, dedi Ne'mat uni maqtab. Agar burunroq mushundaq o'ylagan bo'lsangiz, Anzar, Gulbanom, Abdusamadlar bugünkidek kunlarga qolmas edi. Muattarxon bu o'ylidan nayt xushal chiqdi. U yerda menivatamdi yoki ufchivatamdi o'zini uqmaydi. Ko'zning yig'ini yigidek chiroyli siymasi, uqari piydek yip-yenik, qadamlari tiz, ko'zlarida yolqin, chehrida kulgi jilvinadi. Hayvon tuyoqdan samrar, odam quloqdan degan gapni qaysi bir dona degan bo'lg'iydikin. Ne'matning xopig'anda qilib aytgan so'zlari uning ming yillik alamlarini, tuman ming yillik nadomatlarini yuyib bo'ldi. Tova. Ko'ngil degan shunchalik bir nima ekan-ku. Qarmoqning qasriqidek kichik bir ishdan yodab, kunjutdek tatliq gapdan yashirib ketadi ekan. Mana, u necha vaqtdan seg'ingan, xumardigan Ne'matning chaqchaqlarini anglab, ko'ngli bo'lakchili bo'lib ketdi.
xuddi tashtakdan baqqa ko'chirilgan guldek birdilla yashirib chanqigan yurak rijillari bahor yomg'iriga qongandek bo'ldi. Bu xushxuy odam go'yo Muattarxonning temperaturasini tangshab turish uchun yaralgandek qiladi. Balalarning o'z otisida ko'radigan jo'tehi. Agar Ne'mat quliqini to'lg'imaganda Abdusamad degan to'nkay hech kimning gapini ilik olmaydi. Yaxshi ko'rgan xotini deb onasidan tenib ketishi mumkin. Voy dardingay, hozirgi zamonning yosh bolalari nemandaq o'z peshimchi, otkachi, gapdan belarman bo'lib ketdikin. Islohot qo'yib etish, echib etish degandek bir nimalar yo'lga qo'yilib, jahon kang tasha bo'lib ketib edi. Burun yangoq sho'pkaga kulib kelib qolgan odamlar endi olamga patmay qelishyotadi. Xuddi echirqab ketgan it lo'qmani chaynamay yutgandek gelining yirtilib ketishidan kor yo'q. Hammani bilsam, egirsam, yesam, ichsam, kiysam, yaxshi kunlarga erishsam, omadlik bo'lsam, Xamanning mo'min yog'ichidek ko'zga ko'rinsammi deyishadi ekan. Bizning zamonimizda kiyim yamoq bo'lsa-mu, qo'rsoq to'yg'anga shukr qanoat qilib, ota-onamizning ko'ziga qarab o'tishatdik. Biroq hozirgi yoshlar undoq-mundoq narsalarga qanoat qilishmaydi. Texi Abdusamad degan burni ko'pgan o'g'ri to'y qilishing oldida hech aymanmay. "Hey ona, erga taktildir borma. To'yg'ini qilib qo'yli." Da'vatmanda arvoyi 40 kez o'rlagan Muattarxon. "Voy og'ziga maraz chiqur divona. Onig'imi shundoq gap qilamda?" deb qo'liga no'g'ishni elishiga onasining qo'lini qapla tutib elib, "Hey ona, tulib ta bo'lmasizlar deyman. Qur'onda tanho qolgan ota-onalarni o'ylab qo'yilimi, hamrohlik bo'lib olsalar, yolg'izlik tortib qollar deb turish o'g'il qiz farzandning farzi deyilgan. Men bu gapni Alloh yo'lida da'vataman juma." deb Muattarxonning og'zini tuvoqlab qo'ydi. Bu shum kimni ko'zlab shundoq degan bo'lg'aydi? Durust. It urg'uchiga omroq degandek Ne'mat uni do'shkalab, varqirab, jarqirab tursimu, yanada shuningga sovishib, aka degan so'z og'izdan onarning urug'idek to'kilib turadi. Endi ro'shan bo'ldi. Bu kasofat yeligarlar meni g'o'jilik soy qilib o'ziga yo'l ochmoqchi ekanda, meni bu qormadakning ustadligini ko'ring. Bu qitim Muattarxon qog'i piydak qoshlarini yimirib, ko'zlarining astar paxtasini chiqirib, ochiqlab qilishning o'rniga g'arazsizda bir chiroyli kulyapti. Kulgandimi chin ko'nglidan chiqirib kuldi. Bu kulka yurgining eng pinhon yerlaridan etilib chiqdi. Shu kulgancha yuzlarini olqonlarida to'sib, xeyli uzun o'ltirdi. Chunki bu kulka uning yuz bo'yinlarini silayotgandek, enkini ko'tirib argilatayotgandek, uzun yillar ayrilgan, lekin zodini unutolmagan narsani yodiga selayotgandek, qandaqdir bir narsa tatli hidini keltirayotgandek, tomir-tomirlardan urug'ib chiqdi. Bo'libmi Ne'matning ikkimiz o'yinimizni ofat qilmandik. Oqshomlik qilib berib olay. Oldirmasam sizni uchirib qo'yg'idakman degan so'zlari Muattarxonning butun tinni simobdek eritib, ko'kirkining taptiga bardoshlik berolmayotgan shipul duhova ko'ngligining gullari titrab turadi. Hatto Ne'matning kundashlik qilib heliq pensiyor kadriga besham azazul deb yomonlab bergan haqoratigimi Muattarxonning g'azab qibi yerilmay, balki jonlari so'yinib ketdi. Mana bu görüşdən xəbər yox, səvizdən yeb qapdı deganlikda. Muattarxon mushundaq baş uchi yo'q xushalliqlar ichida 2 kunni o'tkazdi. 3-chi kuni atdeganda Ne'mat hozirib kirib keldida o'yladilar va qaradi. "Hay Muattarxon, o'g'lingiz ko'chib kelsa, hozirab oldiga chiqib qo'ymaysiz-a? Yo, qo'lingizni agri qilgingiz yo'qmi?"
Voy, undaq bo'lamdigan oltin jo'rin. Xolizim bo'lib bugun ko'chib keladiganligini unutib qolibdiman. Ular kelganda Abdusamat Ro'shangul narsa keraklarini mashinadan tushirib, o'yliga dovlab qo'ygan edi. Ro'shangul etilib kelib qiynonsini quchoqlab so'ydi. Abdusamat susli egilib salom qilib edi. Ne'mat birini olib ishora qilishi u Muattarxonning qishig'a teliqibgina keldi. Ana, o'zimizning o'ylisiga kelmoqchidim, dedi Abdusamat Ne'matga ko'z quyruqida qarab qo'yib. O'ylab baqsam, Gulnisa yangimizning oykuni yiqilishib qopti. Uningmi bir uy ketidi. Sabohat ba, shunga sizlarni qistab qo'ymay dedim. Ne'matkamning shuncha o'ylari bekor ekan. Shunga ko'ngillarga olmagan bo'lsalar. Undaq bo'lamdigan bolam. Ne'matkammi o'zingning otasiga o'xshash. Nayti yutalsa olmog'idek orliq tursa. Ras apa, dedi Ro'shangul erini yaqalab. Aslida sizlarga hamroh bo'lib o'tirmoqchi edik, lekin o'zimni tanglik tisilishni xohlamadik. Voy bo'pti qizim, tegil bo'ldi. Menga tegil bo'ldi. Ne'mat bilan o'zining qo'rosini avod qilish shaytonning qo'rsqiga kirib olgan Muattarxonga bu aplik bilan bakmi yaqqan edi. Arliq yaqin bo'lgandan keyin atsi oqshimi tomoq sunishib, holing nechuk deb yursak, shu men kupoya. Ular o'lish kun aholi komitetidagi yosh bolalar oqartib, sirlab qo'ygan ishkirgi, tashqarqi, ikki ig'izliq taxtayliq uylarni ko'rib xushal bo'lishib ketdi. Bo'libmi Ro'shangulning qavatla mamnun bo'lganligi ko'zlaridan bilinib turadi. Narsa keraklaringizni biz ha-hu deyishib akirib olamiz, dedi Ne'mat Muattarxonga. Siz uyga berib Qashqar padisida raso qamlashtirib bir manpar tashlamamsiz. O'z qo'lingizda atgan oshni ishmigilmi uzun zamonlar bo'pti. Manpar ichkisi bor odam egiz bo'ynini past qilib kiradigan gap. 2 kundan beri tatli xiyollar balasimi Muattarxon bolalarining borligini unutgan edi. Xuddi no'g'ish yutib olgandek, belimizga shol tengib olgandek jiddiy olmay. Hammasini ko'ldirib atgan Muattarxon darvozadan chiqib ketdi. U uyga beribla tomoq tutish qoldi. Hozir oshxonaning kasirligini eg'ir bo'y Gulnisa qilatdi. U bugun o'zini tekshirtish uchun doktorxonaga ketgan edi. Anzar uydan chiqib ketib, birer oy o'tmayla eg'ir tomu tekkan Muattarxon uyga yenib kelib olgancha bormadi. Chunki uy ho'ylilar odamsiz cho'lsirib qolatdi. Hozir Abdusamat bir ustam, 2 mulozimatchi yollab ishlatkashga Sabohatmi ancha charchab ketmaydigan bo'ldi. Talaysiz talqon esa shamol chiqib uchirib ketar. Talaylik talqon esa yomg'ir yig'ib namdab berar degan tamsil to'limi to'g'ri aytilgan ekan. Mana tali har tarafdan o'nkilayotgan Muattarxon go'yo qizliqiga yongandek chabdas bo'lib ketgan edi. U manparni yiroq turib qarsiltib tashladi. Dori darmaklarini tangshab, qip-qizil shalpardek ostiga qurtilgan pidani talqinni sapdi. U amdala tuzini tetib turishi Ne'mat, Abdusamat, Ro'shangullar kirib kelishdi-da, ko'k chaqchaqni boshlavatdi. Ular xuddi bir oila kishilardek tomoq jo'si atrofida o'ltirishib, pidini hidini gupildab dimoqlarga urilib turgan manparni ichib o'ltirishi Sabohat kirib keldi. 17 yoshga kirgan bu qiz bo'y tartib, rangi ruxsari suzilib, rasidi bo'sog'isiga qadam olgan edi. Voy, qaltisizlar, kulkanlarni talada turiblanmadim. Sabohatning qo'y ko'zlari yenib turadi. Bu oilada unda xushalliqlar bilan yig'lab ko'rishgidek bo'lgan kishi Ne'mat odam bar yerdi-ku, hozir u to'yga aylandi. Tomoq ichilib, qoch-quchilar yig'ishtirilgandan keyin Ne'mat oldirab duoga qo'l ko'tardi. U tushdan keyin aholi komitet kadrlari bilan yig'in ochmoqchi ekanligini aytib, o'rnidan turdi. Muattarxon o'zi tutmangan edi.
Ro'shangul bilan Sabohatmi o'rnidan turdi. Ammo Abdusamad ikkisining qo'lidan tortib o'ltirg'izida chiqmanglar degandek ishora qildi. Bu ishdan dastlabda hayron bo'lgan qizlar Abdusamadning chiroyiga birni qarab, bir ishning tegiga yetgandek bir-biriga ma'nili qarashdi. Angacha ko'chadan Muattarxonning qoqoqlab kulgan ovozi kelishi bilan ular eg'izlarini tutib pixildab kulishdi. Sabohat, dedi Abdusamad onasi kirgandan keyin. Sen tushdan keyin oshxonaga bormay Gulsumxon onani yo'qlab kel. Akamning qizi Olinurga 2 oydan beri yishim olib beralmidik. Ularmo eg'iz ichib bir narsa demadi. Abdusamad singlisiga 50 so'm tutqizdi. Obdan o'ylab sen balam. Muattarxon qo'ngan shexi midirlasa darhol boshqa shaqqa yo'tkiladigan ayollardan edi. Bir balaga ketadigan chiqim oz bo'lmaydi. Ularmo yaxshi haqlar ekan. Hozirgacha balaning eg'irligini bizga solmadi. Yaxshi haqlar ekan degan so'zni onasining og'zidan birinchi qitim anglayotgan Abdusamad bilan Sabohat xuddi kunduzda yulduz ko'rgandek bir-biriga hayronlik ilkida qarashdi. Muattarxon bu so'zni balanlarning yeniga ko'chib kelganlik xushalligida da'vatdimi yoki Nig'matning yuragida o'ynatgan shirin tuyg'ulari sadig'isi uchun da'vatdimi belgili bo'lmaydi. Har holda uning chiroyining nurlanib, qo'ygan putkinni bilmay qolgani qaraganda keyingi ehtimol yaqin edi. Abdusamad ichida burunroq mushundoq degan bo'lsang, Anzar akam bilan Gulbonim ocham eg'ir kunlarga qolarmidi deb o'yladi. 2 oydan beri Olinurni ko'rmagan Sabohat kichik singlisini seg'ingan edi. U o'rnidan turib menishiga Muattarxon bir kiyimlik yipak raxtni gezitga o'rab, darvoza oldida uning qo'liga tutqizdi-da. Qizim, Gulsumxondan men uchun qamlashtirib kechirim so'rab qo'y. Mana bir kiyimlik raxtni o'zim kiyarman deb saqlab yuratdim. Buni Olinurga kiyim qilib bersa zoya bo'lib ketadi. O'zi tik turib kiysin. Menize oshxonadan birer minut ayrilolmaydi deb qo'yasan. Agar rozi bo'lsa Olinurni aytkelgan bo'lsan ko'rib baqsam, o'mo ko'z ochib ko'rgan nevram emasmi? deb o'shga yoqlari eribli ketdi. Bo'ldi ana, ezib ishtirmisingizmi men deyishni obdan bilaman. Tovami onamni? Sabohat yo'lda ketib etib asta pishchiriladi. Demisimi bugungi daqamda yeyilgan bir vaqtlik tomoqdagi parang, kulkilar, yoq tutib hayron qolarli xushallik edi. Anzar ketib o'zini tinglab qolgan Muattarxon kam so'z, qo'li ishga barmas. Sahar turmay yotganda xeyli vaqtlargacha xiyol suradigan bo'lib qolg'ashqa, uy ichida bir-biriga qilishadigan paranglarni ozayib ketgan edi. Abdusamad onasidan yo'shirin to'y qilib, 3 darvozada o'ltirayotgan kunlardan boshlab Muattarxonning qapqiga qor bulutlari ko'chib kelgandek zodili echilmay o'tib ketdi. Burunqi nagan-naganda anglanadigan nima tomoq etimiz, ana al, mana qo'y degandek gaplar birdilla yo'qilib, ana, kelin, qiz uchi gachi bo'lib qolishgan edi. Gulnisa bilan Sabohat nima qilishmoqchi bo'lsa, imo ishoratlarini qilishatdi. Yoki Muattarxon yotgan uyga qarab qo'yib, past ovozda shivirlashatdi. Qisqasi, bir kunda bir qitimli ovoz anglanmaydigan sadosiz lahatga aylangan edi. Bu burxturmiliq, dimiqtiliq, uysiz jimjitlikdan ichi siqilib chidolmagan Gulnisa bilan Sabohat chapsanroq oshxonaga ketishni o'ylaydi. Ham talog'i chiqqan hamon ko'ksini to'ldirib nafas oladi. Muattarxonning ba'zi kunlari qopqidan qor muzig'ib tutilib ketsa, yana ba'zi kunlari o'tqochlardan ko'z qapoqlaridan kechichi yig'lab chiqqanligini bilib olmoq ancha tez emas edi. To'g'ri, uning
nimadandir azoblanib, hasrat ichida puchulanayotganligi, pushaymon zarrablarini ishchayotganligi, ig'ir harakatlardan, yerim yumilgan ko'zlaridan, miskin chiroyidan chiqib turadi. Muattarxon nima uchun shundoq oshiq darvish holatiga tushib qoldi? Bu zihniyatliq o'qirmanlarimizning xotirasidan chetda emas. Biz oldingi sahifalarimizda qayd qilib o'tganimizdek, bu chaqlarda bu jahil ona hayotidagi qismat kechmishlarini, yosh chaqlardagi muhabbatini, beshiga kelgan issiq so'g'uqlarini, yaxshilik ham yomonliklarni yurtvozlik tarosida emas, balki vijdon tarosiga selib azoblanib yurgan kunlari edi. Bu haqda roman Rollandi azoblanishdan iborat bu sapan bir tarafdan yuragingni tilsa, yana bir tarafdan hayotingning yangi bulqini qazidi deb bakmi to'g'ri aytgan. Vijdonning suol so'riqi oldida yuragi o'rtinib, yuzi qizargan Muattarxon Nigmatning himmatiga noil bo'lish uchun uyiga boradi. Bu xushfe'l, xushnava jo'rin o'zining ochiq chuchumal, qirtoq tanbihlari bilan uning tayyorli bo'lib qolgan jarohatini eg'iz oldirgan bo'lsa, ma'nilik hazillari orqali Muattarxonning chanqigan qalb bog'lariga suv boshlab yoshni tevatdi. Anlayotganinglar beli qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Sabohat daryo bo'yi ko'chasiga qayrilgandami, yanala xayoldan bosh ololmadi. U 2-3 oyda biror qitim Oliy Nurni ko'rgili borganda, Mashchi Akbarning Oliy Nurni ko'tirib yurgan, pashmat yegizayotgan holda ko'radi. Gulsumxon onaning aytishiga qaraganda, bir traktorchi o'g'li bormish. Lekin Sabohat uni hozirgacha ko'rib boqqani yo'q. Chunki u qurilishlarga xish, shig'il, qum to'shib, kirakashlik qilganlik uchun ba'zida kechinlari keladi ekan. Bo'lmasa, sirtlarda qo'nib qoladi ekan. Sabohat to'limi aqlli qiz. U har qitim kelganida Gulsumxonga "Onam o'zlaridan bakmi xijil, kunlarning birida berib kechirim so'rayman" deydi degandek gaplar bilan uning ko'nglini oladi. Ko'ngil deganning doğrusi tatliq yumshoq gaplarmi bilmadik. Har holda Gulsumxonmo kun adovatlarini unutib, lappida erib qoladi-da, rahmat deb qo'yadi. Mana bugun bu bir kimlik raxtni bersa, Sabohatning to'qigan laplari rostga aylanmamdi. Sabohat uyga kirib kelganda chiq supurgining bo'shib qolgan sim chambarini omburda chingitib o'ltirgan Gulsumxon susli kulib qo'yib o'rnidan turdi. Sabohat uningdan hol-ahvol so'rab turishi, supuda o'ynayotgan Oliy Nur yugurib kelib uningga esildi. Sabohat qizni bag'riga besib, ko'zlariga yosh oldi. "Buni sizga keldim." Sabohat Oliy Nurning qo'liga 50 so'mni tutqizdi. "Buningga nima olasiz?" "Pashmat akam menga mashmat elib berdi." Qiz uchisidagi gullik po'paygini ko'rsatdi. "Mening hay ko'nglim bor. Buni anay babam berdi." "Men bilan bozorga boramsiz?" Sabohat gazetga o'ralgan raxtni Gulsumxonga tutqizdi. "Anam buni sizga avatgan edi, loyiqida bo'lmasimi?" "Rahmat qizim, lekin qabul qila olmayman. Balkim buni meni qalandar divoni ko'rib avatgandu. Biroq hukumat berayotgan maoshim menga ozodi yetadi. O'tinib qolay Gulsumxon ona." Sabohat yig'lavatdi. "Rost, sizni bekmi ranjitdim. Hozir onam o'z ko'zini o'zi yegidek bo'lib azoblanib yuridi. Buni olmasangiz, meni kechirmabdi, menga adovat tutadigan o'xshaydi deb ko'ngli texim biyaram bo'ladi."
Gulsumxon xo'rliq tugilayotgan bu so'g'ini hargiz qabul qilg'isi yo'q edi. Ammo o'zining mu Anzarga demagan atmigini qolmadi. 2 yoshning behuda ayrilib ketib, birining azob ichida xo'rlanishiga, birining sarson bo'lishiga sabab bo'lgan gunohi o'ziga ayon. Yana bir tarafdan o'ttirida bir bola bor. Bu ko'ngilsizliklar yig'la, qoqsha o'tib ketdi. Endi munosabatni texim yiriklashtirishning har ikki tarafga foydasi yo'q edi. Gulsumxon bilan Sabohat yarim soatdek paranglashib o'tirishdi. Bu ko'ngli tuz, oq ko'ngil qiz onasining qattiq pushaymon ichida yashayotganligini, joy namozda o'ltirib saharlarda Xudodan gunohini tilaydiganligini, bo'libmi Anzar uydan chiqib ketgandan keyin uning to'limi miskin, bechora holga tushib qolganligi qatorliq rost yolg'onni qo'shib so'zlab Gulsumxonni xilali yumishtirib qo'ydi. Ko'nilada o'zi uchun qilinmagan o'g'irlik hisoblanmaydi degan gap bor emasmi? Bummu Sabohatning ikki oilani kino kuratlardan xoli qilish uchun qo'llangan yaxshi ko'ngli albatta. Hay, shundaqmi deymiz? Dedi Gulsumxon beshini chayqab. Azmas Allah, azg'un banda emasmi? Azmaydigan kim bor? Mana menmi o ishlarni o'ylasam, yingni yeb, o'g'u yutgandek bo'lib ketaman. Anammi necha oygacha bo'lib qolgandek uning ichiga tushib ketdi. Kechalari yig'lab, ko'z qapoqlari qizirib ishib ketdi. Xuddi 10 yil kasal tortgan odamdek qilib tushib qoldi. Ko'ngil qo'yg'ini necha qatim tamshilib, xijil bo'lgandan oldingizga kelolmadi. Xudo oldida tan olmaymiz. Muattarxon ishkimiz, balalarımızın uvalığı qaldık. Gulsumxon ko'zlariga ro'molini bosdi. Bizning chirig'imizni o'chmaydi deb kim ayta olaydi? Ammo ikki balaning gunohini qiyomatgacha yutib oldi. Ikkisi xeyli bir pas jimib qoldi. Bir chaqdala Sabohat beshini ko'tardi. Gulsumxon onamning Olinurni bir ko'rgisi bor. Agar ishonsizlar opirib ko'rsatib kelay, bo'lmasa mayli. Bo'pti, dedi boyiq so'zlardan erib qolgan Gulsumxon. Navrisi bo'lgandan keyin yo'q degili bo'lamdi. Atdeganda o'zim akilib qo'yaman. Sabohat bilan Olinurni uzatib qo'ygan Gulsumxonning bir yerlari echishgandek bo'ldi. Lekin bo'ptila, bugun kash Asqar kelib qolsa, yana do'shgalaydi degan o'y ko'nglidan o'tdi. Demisimi Olinur tug'ilib, mush uyda beqilayotgandan beri Asqar uni ko'rsala tuklari ta'tir o'rilatdi. Eti yo'qla Qashqarlikning bolasi deb chaqiratdi. Mush haramliqni beqib olding deb opsig'i topitani qilatdi. Olinurmi uni ko'rsa, bo'bi ak keldi deb uyning bo'lum pishqoqlariga mukinib olatdi. Bu haqda Anaytulla uningga qattiq tekkan bo'lsa-mu, aksi sodishi bilan yo'qoldi-mu, askiligini qo'ymaydi. Shu kuni kechda Asqar traktorni hovliga to'xtatib qo'yib uyga kirdi. O opsidan Olinurni akkatganligini anglab, xushalligidan ko'zlari yumilib ketdi. Endi o qanjoqni hargiz akkalmayli opa. Anzarning pushtin beqib nima kapti? Dedi Asqar gurkarab. U shuni ko'rsam o'g'am qaynaydi. Cho'ng bo'lgan siri kiyimi gelib bizga yuk bo'ladi. Po'xima, men navramni o'z mashim bilan beqiyotman. Dedi Gulsumxon. Sening qo'lingga qarab qolganim yo'q. Agar bu paylingdan yonmasang, odil godangning qashig'iga ket. Seni ko'rar ko'zim yo'q. Asqar po'shanshib uydan chiqib ketdi.
u shundan boshlab opsiga besim ishlatmagani bilan oliy nurni yolg'iz uchratdimi, peshonalariga noqib til solatdi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romanini bugun mushergacha anglatdik.